Hammaga assalomu alaykum. Hozirga topga chiqib borayotgan mashqlardan bittasi Balu account savdo admini. O'zini bilmadim, lekin orqada yashirinib turibdi. Isbot dalillar hammasini keltirib o'taman. Hozir bir daqiqa. Aka javob bering. Birovni haqqi birovga qolmaydi. Qaytaring tashlab chiqadi. O'tgan turligi bularni zo'ydi. O'tgan ishini qarang. Hamma joy shunaqa mashqa. Hozir yana bittasi bor edi. Mana bloklagan. Pulni olgan, bloklagan. Pulni olib turib bloklash nima bu? Nomer so'rab o'tibdi. Mashqa deb bezor qilamiz. Nomeri 93lik. Xo'sh. Nechida? Mana o'zini ham ko'rsataman. Mashqa. Pulni olgan 1 oydan beri yozaman. Naq 1 oy. 1 oydan beri 815 minglik akkaunt bermaydi. Akkaunt so'rasam sotilgan, nima bo'lgan? Tezlikda javob kelmaydi. Pulni oladi. Pulni olish vaqti atvet tez bo'ladi-yu, pulni olgandan keyin yo'q bo'lib ketadi. Hmm. 815 ming jami. Oxiri kanaliga bitta odam tashladi-yu, men bilan bo'lgan problemalarni shu bilan hal qilasizlar dedi. U odamga yozganman, menga soxta chek tashlab, sizga pul tushdi deydi. Tushmadi menga deb yozdim. Keyin aytibdi, bloklayman dedi. Shu bilan chatni polni o'chirib tashladi. Bir ikkita narsani olishga ulgurdim, lekin chekni tashlaganini nimasini olmayman. Mana menga pul tushmagani haqida nimani yuborganman. 750 ming tashlab o'shanga. U menga tushgani yo'q, chek. Qaniydi u? Mana yozishganlarim. Karta tashladim. Hozir tushadi dedi. Shu bilan soat 1:30 ga yozdi. Kechki soat 1:30. O'sha vaqt yozdim. Menga pul tushmadi dedim. Men chat tozalab yubordi, blokladi. Yozdim. Mana qaytib yozganman. Soxta chek tashladingiz deb. Atvet bermagan. Ma'mur 300 mingga oqlagan. Bunga yozib bo'lmaydi, bunisidan atvet kelmaydi. Hamma joy mashqa. Sizlar aldanib qolmanglar deb harakat qildim. Full tarqatamiz, akkauntdan shikoyat beramiz kanaliga. Meni kanaldan bloklagan ham. Bunday qilamiz. Scam or spam. Present service. Mashqa. Belgilaymiz. Shikoyat beramiz. Balu account savdoga ham shikoyat beramiz. Bu mashqani hali yopib yuboramiz.